Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlar bilan yana Usta Bekzodbek. Xudo xolasa biz hozir Marhamat Asaka tumanidamiz. Marhamat tumanining Asaka tumanining o'rtasida. Xudo xolasa bu tomonimiz kelishimiz, Asakadan kelishimiz, Vinzavoddan o'tgandan keyin Tojik, u ko'prikdan o'tgandan keyin Marhamat. Shu yo'l bo'yida xonadonimizni qilyapmiz. Bilganlar Zaq zapravkasining yonidagi xonadon. Devorlarimiz ustini polniy plitkadan zontik qilib berganmiz. 10 sm tashqarisiga chiqarib berdik. Ko'rishinglar mumkin. Uzunasiga, aylanasiga uyni ichilarini ham ko'rsataman hozir. Bu joyimizni alkafonda qilib berganmiz, oq fasonda. Ko'rishinglar mumkin, hurmatli obunachilar. Bu xonadonimiz hali ish jarayonlarimiz ketyapti. Robotxonamiz nima deyapti? Havas qilganlar bo'lsa, bittadan like tugmachasini bosib obuna bo'lishni unutmaymiz. Xizmatlarimiz vodiy bo'ylab bemalol aloqaga chiqarasizlar. Ko'rishinglar mumkin. Burchaklariga ham e'tibor beringlar. Xudo xolasa ideal holatda chiqqan. Robotxonamiz uzunasi 20 metr. 20 metr joyimizga shunaqa ko'rinishda alkafondan qilib berdik. Va 2 etajli binoyimiz. Fasadlarimizga nima deyapti? Ta'minlari bilan o'rnatib berganmiz. Ko'rishinglar mumkin, kazirolarimizni ham chiqarib chiroyli holatda bu yetimizga alkafon qilganmiz. Fasadning ustakalarimiz ishlashyapti hozir, tramitingni qilishyapti. Ta'minlarni qo'yib berdik. Endi suv turbalarini tushirib, bunga ulab beramiz suv turbalarini. Bu shapkamiz, zontigimizni 40 sm chiqarib berganmiz. 40 sm chiqarib telefonda o'rab beryapmiz. Hozir bu xonadonimizning ish jarayonlarimiz hali davom etyapti. Chunki mana granitimiz ustiga suv tushish kerak emas ekan. Shuni hisobiga 40 sm o'stirib 90 gradusli telefon o'rab berdik. Shapkalarimizni ko'ringlar. Bu holatimiz mana ish jarayonimiz hali davom etyapti. Tugagani yo'q. 1-2 kunda xudo xolasa yakunlaymiz. Karnizlarimiz qolgan. Bu tayimizni ham o'rab beramiz. Burchagimizni butun holatda chiqaryapmiz. Materiallarimiz mana turibdi. Bu oshxonamizni tomini ham yopib berdik. Cherepilsadan chiqarib berganmiz. Xudo xolasa profnasilnikida polniy ta'minotlarni o'rnatamiz. Qoshli fasonda, kobra fasoni bo'lyapti. Qosh qo'yilyapti. Qoshdan keyin 15 peshana, 16 kulyapti. Tagi yetmish qolyapti. Mana bu holatda men aylanib turib bu yerga tunikadan zontik qilib berdik. Bakovlarni yopib beramiz. Oshxonamizni ichi perikos borligi hisobiga oddiy shaxmatdan terib do'ppilarimizni 2 qavat oqqa qora mokriy ishlatib aralashtirib qilib berganmiz. Mana ko'rishinglar mumkin, bu holatimiz bu yog'imiz 5 metr, 5 metrga bu yog'imiz kelib turib 280 qolyapti. Groplarni ham o'rab oldik. Hurmatli obunachilar, xizmatlarimiz vodiy bo'ylab bemalol aloqaga chiqarasizlar. Kimga xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldirib qo'yganmiz. Xudo xolasa inshaalloh yo'qsa chiroyli holatda sizlarning uylarga yoqib beramiz. Bu buvetimizni burchagini ham butun holatda chiqarib beramiz. Obzorimni xudo xolasa 1-2 kunda to'liq obzorini chiqarib beraman. Necha pulga bu xonadonimiz yakunlanayotganini. Buvetimiz ham xudo xolasa robotxonamiz hisobda, ayvonimiz, oshxonaning orqasi, buvetimizni ham telefonda o'raymiz. Shu ishlarimiz qolgan. Devorimiz ustini ham o'rab 40 sm buvet ham o'stirib beramiz. Ko'rishinglar mumkin, bu burchakdan ta'minotlarni, suv turbalarini ham tushirib beramiz. Xudo xolasa ishlarimiz yakunlanadi deb qoldi. 2 kunlik ishimiz qoldi. Xudo xolasa obunachilar, xizmatlarimiz vodiy bo'ylab bemalol aloqaga chiqarasizlar. Nomerlarimizni qoldirib qo'yganmiz. Sizlarga sifatli ishlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bir og'iz telefon qilsanglar bo'ldi. Musofirda yurganlar uchun WhatsApp, imo, telegramlarimiz ham bor. 12 yil garantiyasi bilan telefon qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan yana Usta Bekzodbek.